Assalomu alaykum hurmatli podpischilarimiz. Mana bizga 2009-yil Nexia 2 keldi akalar. Sirali ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Mashinamiz 2009-yil super beskansioner 1.6 motor. Kuzovlarda qirilgan joylari yo'q. 5% kraskasi bor ekan. Orqa oldi pechat, suyagi butun mashina akalar. Motor, korobka, ходовойлari tiniq holatda ekan. Minishga tayyor akalar. Salon qismlarini ko'rsatib o'taman. Salon qismlari akuratli holatda turibdi. Mashinada rasxod yo'q akalar. Ballonlar yangi holatda, temir gaz ballonlarda 2009-yil super beskansioner Nexia 2. Dokumentiga keladigan bo'lsa, generalni ham chiqadi. Bu mashinamizning narxi $2900 bo'lsa, beraveramiz deyapti. Egalarini o'zidan akalar. Bemalol telefon qilib, baraka qilib olsalar ham bo'laveradi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.